Mana 16-maktab O'rta Chirchiq tumani 16-maktab direktori 3 ta uchastkovoy bilan mana o'g'limni mashg'ulga keltirib, urib, bu yana ketib qolgan holi. Samosud qilishgan, bez kamera joyga olib kirib, bitta kommentariya sababli uchastkovoy chaqirish esida ekan-ku, lekin bizni chaqirish esida emas. Telefonidagi zapislarni hammasini uchastkovoy o'chirishga harakat qilgan, lekin o'chira olmasdan ko'chadan o'qituvchi chaqirib o'chirtirishgan. Qo'liga 9 bitirmagan bolaga talon bergan, boshqa maktabga borgin deb. Sen maktabdan chetlashtirilding deb. Qo'lingdan kelganini qil, bor, xohlagan joyingga bor deb. Bizni maktabga borib, nega urding deb to'polon qilsam, xohlagan joyingga bor, qo'lingdan kelganini qil deb. Mana shunaqalar qilib bolani samosud qilgan. 3 ta direktor urgan-ku, 3 ta milisa qarab turgan. 16-maktab direktori Gadayeva Hilola. Mana chora ko'rishinglarni so'raymiz. Ishdan chetlatilsin bunaqalar maktabda pedagog bo'lib ishlashga haqqi yo'q. Huquqi yo'q bularni. Ularni psix больницаga yotqizib davolatish kerak.